Assalomu alaykum do'stlar. Bugun videoda telefonda daromad oladigan eng ko'p ishlatiladigan ikkita hamyon Payer va Fawcetbuy haqida sodda qilib tushuntirib beraman. Qay biri qayerda kerak bo'ladi, qay biri tez pul beradi, hammasini aniq qilib ko'rsatib beraman. Qanonda ketdik. Do'stlar, avval Payer hamyondan boshlaymiz. Payer bu oddiy va qulay onlayn hamyon bo'lib, ko'pchilik daromadli ilovalar pullarni shu yerga chiqaradi. Ochish juda oson. Play Marketga kirasiz, Payer deb yozasiz va ilovani yuklab olasiz. Keyin Create Account tugmasini bosamiz va sizga tayin nimani ochib beradi. Uni kodini va hammasini eslab qolasiz va saqlanib qilib qo'yasizmi, biror joyga suratga tushirib qo'yasizmi, uni unutmaslik uchun. Payerning eng katta plus tomoni pul kelishini kutib o'tirmaysiz, juda tez tushadi. Minus tomoni ba'zi bir transaksiyada kichik bir komissiyalar bo'lishi mumkin. Odatda mobil ilovalar va PTS ilovalar 80% Payerda to'laydi. Shu sababdan Payer hamyoni sizga albatta kerak bo'ladi. Endi ikkinchi eng ko'p ishlatadigan hamyonim bu Fawcetbuy. Bu hamyon odatda kripto orqali pul to'laydigan saytlar va faucetlar uchun ishlaydi. Fawcetbuy ochish juda ham oson. Brauzerga kirasiz. Men video ostida linkini yoki kommentariyada linkini qoldiraman, o'shani bosib kirasiz. Ro'yxatdan o'tish juda ham oddiy. Email, login va parolni kiritasiz, tasdiqlaysiz, tayyor. Bu hamyonning eng ko'p plus tomoni juda ko'p kichik daromadlar saytlar ayniqsa Fawcetbuyga to'laydi. Masalan, Fawcetbuy saytlari bor, reklama ko'rib pul ishlaydigan saytlar bor, ekranni bosib turib pul ishlaydigan saytlar bor, 5 soniyada kichik kriptovalyutalar ishlaydigan saytlar bor. Bular juda ham ko'p saytlari bor. Ularning hammasi kichik bo'lgani uchun Fawcetbuyga chiqarsa bo'ladi. Unda Bitcoin, Litecoin, Tron, Dogecoin kabi kriptovalyutalarni qabul qilib olasiz. Shunday qilib ichindagi balansingizni boshqa hamyonlarga ham chiqarish juda ham oson va komissiya juda ham kichik. Xullas do'stlar, telefonda daromad olish uchun aynan men shu ikkita hamyonni ko'p foydalanaman, Payer va Fawcetbuy sizga doim kerak bo'ladi. Birinchi Payer oddiy ilovalar uchun o'yin, zotlar juda ham ko'p dasturlari bor. Men keyingi videolarimda ularni ham qo'yib boraman va pul chiqarishni ham qo'yib boraman. Ikkinchisi esa kripto saytlar uchun pulni chiqarish saytlari bor, juda ham ko'p saytlar bor. Ularni ham videoga qo'yib boraman ketma-ketlikda. Agar qaysi sayt qayerda to'laydi, qay ilova qachon daromad chiqadi deb bilmoqchi bo'lsangiz, keyingi videolarimda birma-bir ko'rsatib boraman. Kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Rahmat do'stlar, keyingi videoda ko'rishguncha.